Barchangizga assalomu alaykum. Jasurbek Jo'rayev kanalining obunachilari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar. Akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha tomosha qiling, chunki biz ushbu dasturimizda siz so'ragan texnikalar va barcha xildagi texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Sotiladigan traktorlarni reklama qilamiz akalar. Agarda sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Videomizga like tugmasini bosing, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Men esa ushbu dasturni boshladim. Birinchi sotilgan qo'yilgan texnika ushbu ekranda ko'rib turgan Magnum 8940 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz 1998-yilda ishlab chiqarilgan. Motorlari moy yemaydi, 18 ta skorost hammasi bor deb aytib o'tishmoqdalar. Ishlab turgan texnika motor antifrizda ekan, peredoklar ishlaydi, заводской включателлari ham ishlaydi akalar. Родной kraska, pachka va kondisionerlar ham ishlar ekan. Ushbu texnikamizning kamchiligi yo'q. Narxi esa $30,000, manzil Farg'onada. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, egasini raqam ekranda. Keyin sotiladigan texnikamiz esa ideal holatdagi Belarus MTZ-80 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu Belarus MTZ-80 traktorimiz juda ham arzon variantda, ammo hech qanday kamchilik, rasxodli, umuman xarajatsiz texnika akalar. Ushbu texnikamizning motor korobkalari zo'r holatda, balonlari ham soz holatda, kapot, hamma narsasi bor akalar. Ushbu texnikamizni olasiz, faqat ishlatasiz. Narxi esa 35 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Andijonda turibdi. Qiziq bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan frezalar sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu frezalarimizda har xil turdagi poch va frezalari ham mavjud ekan. Akamizga frezalar zakaz qilishingiz mumkin. Akamiz esa sizlar xohlaganday qilib frezalarni yasab berishadi. Ushbu frezalarimizning narxi esa 10 million so'mdan. Yana kelishadigan joyi bor. Manzili esa Samarqandning Bulung'ur tumanida ekan. Marhamat, qiziq bo'lsa akamizga qo'ng'iroq qiling. Akalar, eslatib o'tamiz, kommentariyada Telegram kanalimizga silkasini qoldirganman. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, u yerga ham har kunlik sotiladigan texnikalar, arzon texnikalarni tashlab boramiz. Shu uchun albatta kommentariyadan silkani bosib, o'tib obuna bo'lib qo'ying. Keyin sotiladigan texnikamiz esa TT40 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamizning holati ideal darajada, a'lo darajada deb aytib o'tishmoqdalar. Korobkalari ochilmagan ekan. Ushbu texnikamizning narxi esa $20,000. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Farg'onada. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, marhamat. Keyin sotiladigan texnikamiz esa Belarus 82.1 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan. 1649 motochasi ishlagan ekan, kondisionerlar ham bor ekan ushbu texnikamizda. Hamma yeri soz holatda ishlab turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Narxi esa 260 million so'm. Yana kami bor. Manzil Surxondaryoning Denovida ekan. Akamiz agarda sizlarga qiziq bo'lsa, albatta ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, videomizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldiring. Keyin sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan kasilkamiz sotiladi. Kasilkalarimizning narxi esa 16 million so'mdan deb aytib o'tishmoqdalar. Holat yaxshi holat, yangi holatda olasiz, ishlatasiz akalar. Ushbu kasilkamiz esa Buxoroda ekan. Bemalol qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling. Agarda sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, sotolmay yurgan bo'lsangiz, videoni boshiga o'tsangiz, reklama uchun deb o'zimiz raqamlarimizni qoldirganmiz. Biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Keyin sotiladigan texnikamiz esa Arion 630 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Balonlari yangi qo'yilgan deb aytib o'tishmoqdalar. Ishga tayyor holatda turibdi. Faqatgina sotib olish kerak, ishlatish kerak bo'ldi akalar. Ushbu texnikamizning narxi esa 400 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu traktorimiz Navoiyda turibdi. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, egasini raqami ekranda. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz Belarus traktorimiz Sorochni sotiladi akalar. Belarus 892.2. Ushbu traktorimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan ekan akalar. Holat yangi holatda 200 motochasi ishlagan ekan, xolos, boshqa hech qanday ish qilmagan. Ushbu texnikamizning manzili esa Samarqandda. Qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qilib bemalol bilib olishingiz mumkin ma'lumotlarni. Narxini esa 355 million so'm deyishmoqda. Yana sunnatiga o'tib berishamiz deb qo'ygan ekanlar. Qiziq bo'lsa texnikamiz akamizga qo'ng'iroq qiling. Keyin sotiladigan texnikamiz MTZ-80 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning holati ideal darajada. Ishlamay turibdi, faqatgina odam kerak haydagan deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizni olasiz, ishlatasiz. Atak traktorimizni hamma joyi soz holatda yurgan texnika, ishlab turgan texnika akalar. Ushbu traktorimizning narxi esa 70 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Samarqandda.
Akalar, navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana shu ekranda ko'rib turgan presspad Bosch Class Markent 65 sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu presspad boshligimizning holatini aytib o'taman. Holati yaxshi holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu presspad boshligimiz O'zbekistonda ishlamagan presspad boshlig. Ushbu presspad boshligimizni Yevropadan keltirishgan, haligacha turibdi akalar. Presspad boshligimizning narxi esa $13,500 so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor deb qo'yibdilar akamiz. Ushbu presspad boshligimiz Toshkentda turibdi. Marhamat, agarda qiziq bo'lsa akamizga qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling. Keyin sotiladigan texnikamiz esa T28 traktori izlab yurgan akalarimiz uchun ushbu texnikamiz sizlar uchun. T28 traktorimiz sotiladi. Holati a'lo darajada polni remontdan bo'lgan, hamma joyiga garantiya qilingan deb aytib o'tishmoqdalar. Qolgan ma'lumotlar esa telefonda gaplashamiz deb qo'yibdilar akalarimiz. Ushbu texnikamiz Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida ekan, narxi 15 million so'm. Texnikamizni ko'ring, agarda o'zingizga ma'qul kelsa batafsil ma'lumotlar akamizdan bilib olishingiz mumkin. Yana bir keyin sotiladigan texnikamiz mana shu ekranda ko'rib turgan traktorimiz srochni sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu texnikamizning holati, yangi holati ideal darajada turibdi. Olib haydaysiz akalar. Ushbu texnikamizning kamchilik va rasxodli joylari yo'q. Narxi esa 80 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Toshkentda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, egasini raqamni ekranda qoldirganmiz, qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Akalar, eslatib o'tamiz, qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida esa bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldiring. Keyin sotiladigan texnikamiz mana shu ekranda ko'rib turgan presspad boshligimiz sotuvga qo'yilgan. Presspad boshligimizning holati ideal darajada, hamma yeri soz holatda ishlatadigan darajada turibdi akalar. Texnikamiz faqat ishlatish kerak. Narxi esa 55 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu presspad boshligimiz Xorazmda turibdi. Marhamat, agar kimgadir qiziq bo'lsa, akamiz raqami ekranda turibdi, bemalol qo'ng'iroq qiling, qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ traktorimiz bilan presspad boshligimiz qo'shimcha holatda sotuvga qo'yilgan, ikkalasi komplekt holatda sotiladi akalar. Presspad boshligimizning ham traktorimizning ham holati a'lo darajada deb aytib o'tishmoqdalar. Ikkalasi ham xarajati yo'q, faqatgina ishlatish kerak deyishmoqdalar. Ushbu presspad boshligimiz va traktorimizga $15,000 so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor ekan. Narxi manzili Xorazmda. Qiziq bo'lsa akamiz raqamlari ekranda. Keyin sotiladigan texnikamiz esa T40 traktorimiz srochni sotiladi akalar. Ushbu texnikamizning holati a'lo darajada, yurib turgan texnika, ishga soz holatda, pritsepi ham bor ekan. Ushbu traktorimizda hamma yeri soz holatda ishlab turibdi. Balonlari ham o'rtacha holatda, motorlari moy yemaydi. Yaqinda motor qilingan ekan, dokumentlari bor. Manzil Toshkentda turibdi. Narxi esa $1,600. Qiziq bo'lsa akamizga qo'ng'iroq qiling. Biz esa ushbu dasturimizni yakunlaymiz. Ertangi dasturimizga qadar xayrlashamiz akalar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.